Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqar ishqibozlari. Mana bundaqa Arashandi muxlislari. Obunachilar, bugunga boshida 3 ta 4 tasini bir donalab obzor qilib beramiz. Bir 15 dona qo'chqardi zo'rlaridan bor. Videoni oxirigacha ko'rib, akalar bitta like tirsillatib qo'yasizlar. Qo'yga qo'shamiz degan obunachilarga podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar, akalar. Bugun hafta kuniga juma, hammaga juma kuni muborak bo'lsin. Hop, 24-iyul 2026-yil manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani, o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan obunachilar video syomkani olib boryapmiz. Unday bo'lsa biz mana bu qo'chqorni ma'lumotini berishni boshladik. Akalar, qo'yga qo'shamiz degan obunachilarimizga mana bundaqa oppoq yuzlisi, yuzni qaranglar. Oppoq quloqli, akalar, quloq tomirlari, kastiyaklar, quloqda akalar joylashuvi, qo'yga qo'shgan akalar arziydigan qo'chqor. Xullas, mana shunaqa zo'rlaridan bor. Inshaalloh videoning tagida nomerni qoldiramiz. Telefon qilasizlar, bitta Telegramdan video qilib tashlab beriladi obunachilar. Farruh, unday bo'lsa biz buni ma'lumotini berishni boshladik. Yosh oilaga qanaqa? Yosh oilaga aka ikkishga mana yangi ikkishga chiqaryapti. Bittani chiqarib bo'lib, bittani ko'rindi. Obunachilar, tushlari mana tagini oqligi, kastiyaklar obunachilar mana. 4 ta oyoq mana bundaqa stakan to'y unaqa yalpayib ketganidan emas. Mana qaranglar. Yuzda tiniqligini qaranglar. Dumba razrezlar obunachilar mana. Dumba razrez ham dakansa razrezligidan. Orqa oyoq kengligi ideal holatda qo'chqaramiz bunlar. Kalla qismlariga ham yaxshi ahamiyat berishsin G'olibjon aka. Kalla formalarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Quloq. Mana quloq joylashuviga, quloq tashlashlariga. Xudo xolasa zo'rlardan chiqaramiz G'olibjon aka, videoni oxirigacha ko'rishsin. Ideallardan chiqaramiz, Farruh. Bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlarni yozib tursa, o'zimiz boqayotgan qo'chqorlar, o'zimiz boqilyapti qo'chqorlarni chiqaramiz. Mashalloh. 100 qo'ydi ichidan bitta tanlab tashab qo'ygan qo'chqorlarni chiqaraman bu aka. Obunachilar, mana bu ukamizga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Buni yosh oilaga ektish bo'ybastlarni ham bitta o'lchab ko'rsatamizmi? Ko'rsatamiz aka. Qani metrni qo'yingchi. Ektish qo'chqor obunachilar, ektish qo'chqoriga mana bu xotirjam metrni balandligi akalar. 90 qayda qolib ketyapti. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Videoni tagida nomerni qoldiramiz. Uzunligi ham bitta qo'yib qo'yaylikchi. Mana uzunligi aka. Mana obunachilar, yelkasidan uzunligi. Qo'chqor odatda kvadrat bo'ladi. Bu uzunligi uzunroq ekan. Qo'chqorimizning gazi zo'r, Xudo xolasa gazi mo'shlikda. Mana obunachilar, stoykasiga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Farruh, buni asosiysi narxida. Hammaga narxida shunday aka. Narxi obunachilarga qulay qilib, hammasini shuni bitta obunachi 200 ta sog'lig'im bor, qo'shib olaman, mana shu 10 ta qo'chqaring deydigan qilib aytaverasiz chiroyli qilib. Aka, buni 1,5 ming, 1300 qilish kerak yo'q aka. Ha, 1200 ham emas. O'zimiz oldinroq qo'zg'olonda tashaganmiz buni. $1000 bo'lsa Toshkentgacha dastlabkani qilib yetkazib beraman aka. Telefon qilsa xayri ham bor inshaalloh. Telefon qilishsa o'zlariga ozgina sunnatiga o'tib beraman, lekin ko'p o'tib beralimman aka. Buni $1200 telefon qilsa ish bitadi deyish kerak yo'q, to'g'risi gap. $1000 ga xudo xolasa qo'chqor arziydi, o'zingiz ko'rib turibsiz. Men ko'rdim, obunachilar ham ko'rib baho berishadi endi xudo xolasa. Telefon qilishadi, sunnatiga chiroyli qilib hayron qil, dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi Toshkentgacha besplatni aka. O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Obunachilar, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab Toshkentdan u yoqqa kelishiladi inshaalloh. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga ham qo'chqordi. Mana bundaqa idealidan akalar. Buni o'zim mana bu dumba razrezlariga ishqiboz bo'ldim, o'shancha orqasidan boshladim akalar. Dumba razrez mana bundaqa dakansa variantidan. Orqa oyoq kengligiga ham e'tibor berasizlar. Qo'chqor ideal holatda obunachilar. Mana bu umumiy ko'rinishi, kalla formalarga, stoykalarga akalar e'tibor berasizlar. Lekin buni kastiyak o'ta mo'shni ekan ha. Kastiyaklarga akalar e'tibor bering. Taglarini qarang jonivor. Obunachilar tagini oqligi, o'zi qo'chqor, zotli qo'chqor tushunadigan obunachilarimiz bilishadi mana. Tagini qarang akalar. Oldi kengligi o'ta mo'shni ekan ha. Farruh bu ham
O'zi ham ideallarni tanlab olgan ekansan, Farruh. Bundan ham zo'rlari chiqaveradi aka. Inshaalloh. Mana Obunachilar. Qani chiqargan. Rasa tobida-da. Yosh oila akalar, mana ektish. Shu rasa shu sog'liqqa qo'shsangiz, inshaalloh bittada ishini bitiradigan variantidan akalar. Mashalloh. Buni bo'y bastlarini o'lchab ko'rsataylik-a. O'lchaymiz aka. Metrni qo'yib yuboring-chi. Oyog'ini to'g'rilab oling. Obunachilar, qo'chqorimizni yerdan balandligi akalar. Mana. Shuni ham ja unaqa bir qarich, ikki qarich jundichida emas-da aka. Akalar mana shu metrga ko'ringan savdo qilar 95 kelyapti. Mana shunday xohlasa 90 ga olishsin aka. Xohlasa 90 ga olishsin, ha, mashalloh. 90 ga olsin. Bu bo'yida tortishadigan nimasi yo'q. Yelkasidan mana akalar, uzunligi ham 95 plus. Xullas, qo'chqorimiz kvadrat holatda akalar, o'ta mo'shnisida mana. Umumiy ko'rinishini so'ragan qiziqqan akalarimizga. 4 ta oyoqlari stakan tuyoq. Buni men qo'yimga qo'shgandan keyin ertaga adirga ham qo'yib yuboraman degan akalarimizga ham tavsiya qilinaveradi akalar. Xudo xolasa 3-4 yil bolasini olishgandan keyin ham ziyon qilishmaydi aka. Ziyon qilishmaydi inshaalloh. Endi olib ziyon qilishmaydi. Yengil chiqaryapti ekan, ha, tumshuqlari mashalloh. Farruh, buni obunachilarimiz qulay qilib, chiroyli qilib aytib berasiz-da endi narxini. Aka, ham ko'rib turibmiz internetda ham, to'g'risiga. Ha? Unaqa bizga dehqonchilik desa ham bo'laveradi. Shunaqa. Buni aka tortishmaymiz. 11 million so'mga Toshkentgacha buni ham yetkazib olib borib beramiz. 11 million so'mga. 11 million so'mga. Telefon qilishsa, xayrini ham qilib berasiz chiroyli qilib, ha? Xayriga o'tmadim demayman, ozgina o'tib beraman sunnatiga aka. Mashalloh akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Sunnatiga o'tib dastavkasi O'zbekiston bo'ylab Toshkentdan u yog'i kelishiladi inshaalloh akalar. Dastavkasiga unaqa 500 ming, 1 million qo'shilmaydi aka. Qo'shilsa 100 ming, bo'lmasa 200 ming qo'shib berishadi aka. To'g'risiga. Obunachilar, unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, 3-partiyasini ham ma'lumotini berishni boshlab oldik akalar. 3-partiyasiga qo'chqordi o'ta mo'shnis akalar. Buni qaranglar, stoykani. Qozog'istondagi buldozerda stoykasini akalar, buldozerda liniyasi bo'lishi mumkin. Biz lekin to'shni bilmaganligimiz uchun buni liniyasi bor deb ayta olmaymiz. Lekin stoykalar o'ta mo'shni. Belni qaranglar akalar. Belni ichiga kirgizib o'ta mo'shni turib buni qarang. Dumbalari, razrezligi, tikkaligi akalar mana. Dumba razrezi mana bundaqa dakansa. Orqa oyoq kengligi o'ta mo'shni. Kalla formalar bor, o'ta dahshat ekan-a, Farruh? Aka, Garbon o'zi qaranglar. Qulog'ini ham bir o'lchab ko'rsatamiz. Qulog'ini ham o'lchab ko'rsatamiz. Sirasi ko'rsataylik. Qani? Kalso. Ko'rsat. Mana obunachilar quloqni qaranglar. 20,5, 20 plyusga olaverasizlar. Quloq 20 plyus akalar. Kalla formalar. Qarang, jonivor, garbonoz. To'shni qaranglar, oldini kengligi. Bitta baqa burva. Oldini qaranglar akalar, kengligini. Oyoqlar baquvvatligini qarang aka. Kastyaklar ham lekin mushni ekan-a, Farruh. Xudo xolasa. Obunachilar, xullas bugunga ideallari dedim-ku. Qo'chqorni udorlari qo'yga qo'shaman. 5-6 yil buni bolasini olib yuraman, katta qo'y qilib degan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Buni yosh oyligini ko'rsatmayapmiz, Farruh. Qanaqa yosh oyligi? Mana, yorib qopti o'zi aka. Mana akalar, bu ektish mana. Ektish qo'chqorimiz. Bugunga ektishlar. Bo'ydoqlarning kuni akalar bugun. Mashalloh. Mana. Rasa qizib turibdi. Bo'y bastlarni ham o'lchab ko'rsataylik, metrni qo'yib yuboring-chi. Oyog'ini to'g'rilamanglar. Mana obunachilar, bo'y bastlari yerdan balandligi akalar. Mana 90 plus akalar. Xohlasalang 90 ga o'nglar. Uzunligi ham bitta qo'yib yuboring-chi. Mana aka bo'ynidan. Mana akalar, yelkasidan ko'rinyapti. Kvadrat dedim-ku, qo'chqor xullas. Qo'chqorlar kvadrat bugungi qo'chqorlarimiz. Uzuni ham bor, kvadratga hisoblayverasizlar. Mashalloh mana. Qulog'im o'zi ham zo'nti yo'q qo'ygan ekan, oppoq quloq 20,5 keldi quloq. 20 plyusga olaverasizlar bunaqa. Farruh buni narxida asosiysi. Bugun qulay bo'ladi degan sonda xolasa chiroyli qilib narxi aka $1000 bu ham Toshkentgacha ketaveradi. Bu ham $1000 ga? Bu ham $1000 ketaveradi. Buni endi qulog'i uzun ekan, oq yuz ekan deb 1200, 1300 qo'yish kerak yo'q. Obunachilar mana qulog'ida orqadan ko'rinish. $1000 ga xudo xolasa arziydi aka mana.
Quloqlari butun, unaqa yirtiq Bo'ldi. sirtiq emas. O'ta moshni. $1000 ga telefon qilsa xayri ham bor, ha? Telefon qilishsa xayrini qilib beraman. Bo'ldi. Obunachilar, biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, 4-chisiga qo'chqordi, mana bunaqa o'ta deriskisidan akalar. To'shlari, ata uzoqdan olyapmanki, umumiy ko'rinishini ko'rib olinglar obunachilar. Mana kallaning formani qaranglar. 6 tishmi deyishar bu Buni kallar. ko'rgan ko'rgan odam odam. 6 tish deb o'ylaydi qo'chqor kallasini kattaligini qaranglar. Yosh oyligi qanaqa? Endi 2 tishga to'ldi. 2 tish qo'chqor ekan bu hali. Obunachilar, tushlari oldiga otilib chiqqan variantdan kastiyaklari novvasda oyog'iga o'xshayapti obunachilar. 4 oyoq, mana bunday stakan tuyoq. Uzoq boqaman degan obunachilarga buni oyog'i yalpayib ketib, tirnoq o'sib ketgan variantidan emas akalar. Qo'chqorlar yaxshi saqlangan, yaxshi boqilgan. Shu 200 ta, 300 ta qo'chqor ichidan saralab olingan qo'chqorlarni akalar chiqaryapmiz. Inshaalloh qo'ylaringga, qo'shsalaring rahmatini aytadigan joyi. Mana buni kalla formasini qaranglar. Kalla formani. Qulog'ida qaranglar. Buni ham o'lchab ko'rsatarik akalar. Inshaalloh telefon qilsalaring Telegramdan video qilib hamma yo'g'ini o'lchab tashlanaveradi. Bo'ybastlarni ko'rsatib. Buni bo'ybastlarni o'lchab ma'lumotini beramiz. Obunachilar, bu qo'chqorimiz gibrid. Mana bundaqa kalla forma, quloqlar akalar, arashan, kastiyaklar arashan, dumba, afg'on akalar mana. Bu afg'ondan tushgan. Onasi afg'on bo'lgan, otasi arashan bo'lgan akalar buni. Mana mashalloh. Turishni qaranglar. Stoyka mana akalar, umumiy ko'rinish qo'chqorning stoykasi. Obunachilar, bu 4-partiyasi, buni ma'lumotini berib, qo'chqorimiz bir 15 dona bor. O'shani общий quvib video qilamiz. İçidan bittasini shuni metka qilib Telegramdan tashlaysizlar, o'shani addenni kelishilaveradi. Ha. Buni qanibda qo'yingchi metrni bo'ybastlarni o'lchab ko'rsataylikchi. Bo'ybastlar akalar, mana gibridimiz yerdan balandligi mana 90 qayda qolib ketyapti, ko'rinyapti. 95 ga boryapti akalar, 90 plyusga olaverasizlar. Uzunligichi, lekin uzunligi uzun xarob buni. Ha, uzunligi uzunroq. Mana obunachilar, bo'yin. Yelkasidan mana uzunligi. Aytdim-ku, metrga boryapti, 98 metr. Uzunligi uzun bu qo'chqorimizni gazi mo'shnisidan akalar mana. Buni ham narxini qulay qilib obunachilarga cho'tka qilib beringchi. Narxi aka 10 million so'mga Toshkentgacha yetib boradi. Mashalloh, 10 million so'mga. Toshkentgacha dastavkasi tekin, undan u yog'iga kelishiladi. Ha, kelishiladi. Mashalloh akalar. Qo'chqorga bitta like bosib qo'yasizlar. Unday bo'lsa obunachilar, biz endigisiga hammasini bitta общий haydab olamiz. Yoqqanini shunday atmetga qilib tashlaysizlar. Alohida ma'lumotini bo'ybastlarni o'lchab berilaveradi obunachilar. Buni 10 million so'mga dastavkasi Toshkentgacha undan u yoqqa kelishiladi. Bo'yi 95 ga borib qoldi, 90 plyusga olasizlar. Uzunligi lekin 1 metrga bordi akalar. Kalla forma, qo'chqor ideal holatda obunachilar mana. Quloq tashlashlariga ham e'tibor beringlar mana. O'ta mo'shnisidan. Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bu qo'chqorlarning umumiy hammasini bitta qilib chiqarishga qaror qilib qoldik hozir. Qo'chqorlar akalar bitta chiqargani juda vaqt ko'p ketar ekan. O'shaning uchun общий ko'rib olasizlar, qaysi biri yoqsa akalar, shunday atmetka qilib tashlaysizlar, o'shani alohida video qilib bo'ybastlarning ma'lumotini berilaveradi akalar. Qo'chqorlar yerdan balandligi hammasi eng kichkinasi 90, qolgani 95 shunaqa. Ajragan sari ko'rinaveradi. Voy mashalloh. Akalar, dumbalari mana bunday serdichkasini so'raganlarga, dumba serdichkasidan razrezlari mo'shni akalar. Oppoq yuzli, oq quloq akalar. Mana shunaqa udorlarini so'ragan obunachilarimizga mana mashinada ko'rsatingchi. Dumba razrez akalar mana ko'rinib turibdi o'zi. Dakansi orqa oyog'i kengligi. Mana kalla formalar akalar. Kalla formani qarang. O'ta mo'shni ekan. Go'zal. Obunachilar, shu bilan videoni yakunladik akalar. Videomizdan rozi bo'lasizlar. Farruh telefon qilishib, menga 2 dona, 3 dona kerak, chiroyli qilib kelishtirib berasizmi Farruhjon desa, Xudo xolasa, metkalar turib mana shuni video qilib tashab ber deysa, ma'lumoti berilaveradi. Ma'lumot beriladi. Hamma ma'lumotini yetkazamiz aka. Obunachilar, mana qo'chqorlar haqiqiy
Mo'shinlaridan akalar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Shoshilib aloqaga chiqadigan joyi obunachilar. Maşallah. Mana. Ko'rinyapti. Serdichka dumbasidan kerak degan akalarimiz bor. Afg'on dumbasidan so'raganlar bor. Akalar har turidan bor. Razrez dakansa garbonozlik degan akalarimizga mana akalar dumba razrez mana dakansa. Aynan zo'rlar chiqmadi. Bular qilishaversin. Bular boshida bittalar mana. Yosh oyligi, ikkitish past hammasi Yurishini bir ko'rishsin ekan. Mana akalar. Stoykani qarang. Alloh. Mana yap qo'chqar. O'ta mo'shnilar. Shoshilib aloqaga chiqasizlar. Bugungi video syomkani yakunladik akalar. Mana shunaqa ideallari kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoni ko'rib bitta mashina atmetga qilib tashlayman deb turib qaytib kelganda yo'qotib qo'ymaslik uchun akalar obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.